Hayot madrasasi. Subhida. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 8-qism. Shahlo opa suyumani uyg'otishga ko'zi qiymadi. Qiziga boqar ekan yuragi tuzdek achishdi. Hayot seniyam mushtdek boshingdan ona qilib qo'ydi-ya. Oila a'zolari kechki ovqatga o'tirishganlarida noxosdan chalingan eshik qo'ng'irog'i barcha oila a'zolarini sergaklantirdi. Kim ekan? Eshikdan xabar olgani ketgan Jaloliddin o'zi bilan pochchasi Abdumajidni boshlab keldi. Jaloliddin va Abdumajidning quchog'i to'la turli o'yinchoqlar edi. Yo'ldosh aka va Shahlo opa Abdumajidni go'yo har kuni shu yerga kelayotgandek, shuncha vaqt oradan biror gap o'tmagandek iliq kutib olishdi. Abdumajid ular bilan so'rashmas, Shahlo opaning qo'lida yarim yotqizilgan holda ushlab o'tirilgan Robiyaga qo'lini uzatdi. "Menga bera qoling." Hafta o'tmay Robiya Abdumajidni yaxshilab tanib oldi. Tanimasin-chi, axir dadasi bir kunda 3 marotabalab qizidan xabar olar, ko'pincha yarim kechagacha shu yerda qolib ketardi. Endi dam olish kunlari ota-onasini Abdumajidni o'zi olib kela boshladi. Yo'ldosh aka va Shahlo opalar ham Robiyaning taqdiridan ko'ngillari ancha joyiga tushgan vaqtda Abdumajid ish joyidan uzoq muddatga xizmat safariga, to'g'rirog'i tajriba almashinish va malaka oshirishga ketadigan bo'ldi. Bu haqda ko'pdan buyon orzu qilib yurgan Abdumajid qator nomzodlar orasida uning nomzodi tanlovdan o'tganligini va tegishli hamma hujjatlar tezda tayyor bo'lganligini eshitganda karaxt bo'lib qolgan ahvolga tushib qoldi. Bir oy avval qani edi tezroq shu yerlardan ketsam deb kun sanayotgan Abdumajid endi yuragining ardog'i, jajji farishtasi Robiyani ko'zi qiymayotgan edi. Hech bo'lmaganda onasi Rayhon tirik bo'lganida bari boshqacha bo'lar edi. Abdumajid nimani o'ylamasin, xayollarning oxiri borib Rayhonda to'xtar edi. U ma'yus xo'rsindi. Ketadigan joyim yaqin bo'lsa ekan, moda poytaxti Parij. Umrida qo'liga qalam olib ilk bor eskiz chizganning ham, hayotida bir bor libos bichib kiyim tikkanning ham, umrini turli podiumlarda moda namoyishi qilish bilan o'tkazganning ham orzusi u yerni ko'rish, o'sha moda poytaxtidan bahra olish bo'lsa kerak. Abdumajidga o'xshagan kasbi shu kabi turli tanlovlar o'tkazish bilan band bo'lganlarni-ku aytmasa ham bo'ladi. Ammo hozirgi vaziyatda Abdumajid 2 oy avval o'zi ishlayotgan muassasaga bosh direktor qilib tayinlangan edi. Shu sabab asosiysi bo'lib, safarning ortga surishning hech ham iloji yo'q edi. Abdumajidning bir kunda 2-3 mahal kelishiga o'rganib qolishgan ekan. Suyumi ham keyingi vaqtlarda o'zidagi qizg'anish hissini yengishga harakat qilib, buni uddasidan endi chiqayotgan edi. U pochchasi kelganida Robiyani unga uzatar ekan, paytdan foydalanib ancha ishini bitirib olishga o'rganib olgan edi. Pochchasi bolalari Shahzodjon va Robiya bilan yolg'iz qolib vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rardi. Buni bilgan Yo'ldosh aka, Shahlo opa va boshqalar ularni yolg'iz qoldirish uchun imkon topar edilar. Nima uchundir Abdumajid kecha ertalabda bir ko'rindi-yu, keyin shu bo'yi yo'q bo'lib ketdi. Bugun kechgacha ham bir ko'rinmagandan keyin Shahlo opa rostmana xavotirga tushib qoldi. Abdumajid kechki soat 8larga kirib keldi. U Shahlo opaning bolalarga ha deb o'yinchoq olib kelavermang, o'zi shundoq ham yer u ko'k o'yinchoq bo'lib ketdi. Kuniga bittadan o'ynasa ham ikkala bolangizga 1 yilga yetadi deb tushuntirish berganligi uchun bugun o'yinchoq emas, balki bir savat turli meva-cheva ko'tarib kelibdi. O'tgan safar kelganida suyumaning Robiyaga sharbat qisqichdan olma suvini chiqarib ichirib turganiga guvoh bo'lganligi uchun qo'shimcha 1 yashik ser suv, sap-sariq shirin olmadan ham olib kelibdi. Hammalari dasturxon atrofiga o'tirib, duoy Fotiha qilingach, Abdumajid dabdurustdan maqsadga o'tib qo'ya qoldi. "Ada, oyijon", dedi u tizzasida erkalab olib o'tirgan Robiyani qo'ng'iroqdek sochlarini barmoqlarida tarar ekan. "Men ertaga ketadigan bo'lib qoldim. Ish yuzasidan Fransiya, Parijga. 6 oy muddatga." So'ng hijolatli kulimsiradi. Bormaslikning iloji bo'lmadi. Oraga bir zum sukunat cho'mdi. Uni Yo'ldosh akaning salobatli ovozi buzdi. "Bolam, oy borib omon keling. Bizdan, farzandlaringizdan xavotir olmang. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin." Yo'ldosh aka Robiyaga kulimsirab qoshini o'ynatib qaradi.
Qarang, Robiya qizim ham kap-katta qiz bo'lib qoldi. Hademay uylarni supuradigan qiz bo'lib qoladi. Buvajon, pilisoz qiladi deng. Xolam har doim o'shanaqada uy supuradilar-ku. Shahzodning gapidan hamma kulib yubordi. Abdumajid hozir degancha ko'chaga chiqib ketdi. Zum o'tmay o'rtacha sabzi taxtadek planshet ko'tarib qaytdi. Sal qolsa esimdan chiqar ekan. Bu orqali bemalol bir-birimizni ko'rib, gaplashib turishimiz mumkin. Ovora bo'libsiz-da o'g'lim. Uyda telefon bor-ku, o'sha ham bo'laverar edi. Abdumajid kulimsiradi. Oyjon, bu bilan yuzma-yuz gaplashish imkoni bor. Bolalar bemalol meni ko'rishlari, o'zim bilan gaplashgandek ovozimni eshitishlari mumkin. Men ham ularni. Abdumajid erta saharda uchib ketishini aytib, shu bugun xayrlashdi. U ketar chog'ida Robiyani qo'lidan qo'ygisi kelmas, hidiga to'yib olay degan maqsadda tinmay, yuzlari, sochlarini hidlar. Qalbining bir parchasi shu yerda qolayotganidan yuragi uvushib ketayotgan edi. Abdumajidning Parijga jo'nab ketganiga bir hafta bo'ldi. Ammo har kuni planshetning kattagina ekrani orqali uy ichilar bilan jonli muloqot qilishni kanda qilmaydi. Ayniqsa Robiya ekranda adasi ko'ringanda tishsiz og'zini ochib gugulagan. Qish kirib kelganiga ham ko'p bo'lgani yo'q. O'tgan yilgi qishda Suyuma asosiy vaqtini qo'shimcha dars qilish bilan o'tkazar edi. Bu yil ham yana qaytadan institutga kirish imtihoniga tayyorgarlikni boshlasam dedi-yu, hech yuragi dov bermaydi. O'tgan yoz 1-avgust kunidagi voqealar yuragini olib qo'ygan. Bu masalaning bir tomoni bo'lsa, masalaning ikkinchi tomoni Robiya. Robiya ancha sho'xlikni tushunib qolgan. Bo'sh qolsa yerdan nima topsa og'ziga solib ko'radi. Emaklashni o'rganib olgani uchun hali u yoqqa, hali bu yoqqa sarguzasht qidirib ketaveradi. Uning dastidan xonalar yaxshigina bo'shatilib qo'yildi. Akasi Shahzodning Lego o'yinchoqlari faqatgina Jaloliddinning xonasida o'ynaladigan bo'ldi. Qishning kuni bir tutam, kech tezda tusha qoladi. Ammo bu degani bolalar ham tezda uxlaydi degani emas. Bugun ham Robiyaning kechki 11larga borib ko'zi ilindi. Suyuma ham turmushning mayda chop-choplari bilan obdon toliqqan bo'lishiga qaramay, Fozilga xabar berishga o'zida kuch topdi. Unga 4 kundan buyon yoza olmaydi. Rosta xavotir olgandir. Suyuma tarmoqqa ulanganida Fozilning raqami ochiq ekanligiga ko'zi tushdi. Ammo undan o'ziga kelgan SMSlar bir dunyo bo'libdi. Birinchi kuni bir talay kulguli hikoyalar, hazillar, ikkinchi kuni jiddiy nomalar, uchinchi kuni xavotir olayotgani haqidagi dil so'zlari. Bugungisi esa: "Hoy qiz, ish qilib tinchmisan? Hazillashma. Nima, 5 daqiqa vaqt ajratish, mendan xavotir olma deb yozib qo'yish shuncha qiyinmi? Kasal bo'lib qolmadingmi ish qilib? Suyuma, javob yoz." Suyuma javob yozdi. "Meni kutib ko'zlaring qop-qora bo'lib ketsin. Menga qora ko'z yigitlar yoqadi." Suyuma ko'zi ilinayotganini sezib tarmoqdan uzildi. Suyuma Robiyaning xarxashasidan uyg'ondi. Unga iliq suv tutdi. Robiya suv icha turib yana uxlab qoldi. Suyuma suv idishni tumbaning ustiga joylar ekan, Fozil sovg'a qilgan telefon yerda yotganiga ko'zi tushdi. Suyuma telefonni shoshganicha bag'riga bosdi. Xuddi jinoyat ustida qo'lga tushgan kabi yuragi bejo urib ketdi. Suyuma boya Fozilga yuborgan xabarini esladi. Javob kelganmikan? U shunday deb o'ylagancha qayta tarmoqqa ulandi. Unda Fozildan xabar kelganligini bildirgan holda raqam turar edi. Suyuma xabarni ochishga shoshildi. "Suyuma, ko'zimni qora qilishing uchun shuncha qiynash insofdan emas. Yoshgina jonimga jabr qilma iltimos. Ko'z rangining o'zgartirishning boshqa yo'llari bordir. Masalan, linza deganlaridek. Ha, bitta narsaga tushunmadim. Menga qora ko'z yigitlar yoqadi debsanmi? Noto'g'ri o'qiganim yo'qmi? Shu yigitlar degan joyi jinimga o'tirishmadi-da. Halitdan beri o'zimni bosay deyapman-u. Ha, aytgancha, ertaga shahardagi qora ko'z yigitlar yo'q bo'lib qolibdi degan xabarni o'qib yo eshitib qolsang, mendan ko'rib yurmagina." Suyuma Fozilning so'nggi so'zlarini o'qir ekan jilmaydi. Jinni. Suyuma tarmoqdan chiqmoqchi bo'lib, kerakli tugmani bosmoqchi bo'lganida Fozilning tarmoqqa ulanganini bildiruvchi chiroqcha yondi. Fozil darhol yozishga tushdi. Uyqudagi malikamiz uyg'ondilarmi?
O, bugun baxtdan boshimiz osmonga, yo'g'e, boloxonamizni shiftiga yetar ekanda. Buyursinlar malikam, ne istaysiz? Shu desangiz meniyam bir istagim bor edi. Nima istak? Iye, avval salom bermaysizmi? Har holda sizdan 2 oy-u 8 kunlik kattaman. Hurmatimiz yo'qmi? Hurmatmi? Bor hurmat, qalashib yotibdi. Suyuma shu so'zlarni yozar ekan, o'zini zo'rg'a kulgidan to'xtatib qoldi. Unda qani salom? Ey, qanday kunlarga qoldi-ya bu boshim? Salomni so'rab olsam-a? Kanichva. Nima? Kanichva deb yozdim. Nima balo? Ko'zdan qoldingmi? Voy, Suyuma, yaponkamsan? Voy, men hali yaponkaga oshiq bo'lganmidim. Qoyil, klass. Ammo yaponchasiga alik olishni bilmayman-da. To'xtachi, senga ham o'shanaqa kanichva. Bu mening aligim. Bir iltimosim bor deyotganmiding? Ha, malol kelmasa. Aytchi, qo'limdan kelsa bemalol. Suyuma, ochig'ini aytsam, shu harf terib vaqtim ketib qoladi. Qo'ng'iroq qilsam, ovozingni eshitsam, keyin seni ko'rmaganimga ham 6 oydan oshdi. Hech bo'lmasa ovozingni eshitay degan edim. Fozil? Ha, gaplasha olmayman. Robiya tiq etsa turib oladi. Juda sezgir. Sen bilan gaplashish uchun esa uni tashlab boshqa xonaga chiqa olmayman. Unday bo'lsa mayli. O'tgan safar rasmini ko'rganimdan buyon ko'z o'ngimdan ketmay qolgan. Ko'z tegmasin. O'zi ham rosa shirin qiz bo'libdi. Ha, nimasini aytasan? Bir zum ko'rmasam sog'inib qoladigan bo'lganman. Suyuma, Suyuma. Shu yerdaman Fozil. Nima deysan? Biz Fatima Zuhra opamizni fotiha qildik. Nasib qilsa bahorda to'y. Ular o'zlariga o'xshagan egizaklarga turmushga chiqishyapti. Qizig'i Fatima opam Husanga, Zuhra opam Hasanga tegyapti. Uchrashuvga chiqishganda adashib ketishgan ekan. Taqdirlari shunaqa yozilib qolibdi. Endi Zuhra opam har kuni Fatima opamni jig'iga tegyapti. Men katta kelin bo'laman, opa deysan deb. Keyingi bahorda esa meni uylantirishmoqchi. Opalaring baxtli bo'lishsin. Borgan joylarida tup qo'yib palak yozishsin. Taqdirlari asli o'zi tug'ilganlarida shunday yozilgan. Shuning uchun hayotlarida adashish sahnasining ssenariysi yozilib qolgan. Sen esa, ha, mayli, senga ham baxtli bo'lishga ruxsat. Yo'g'e, haqiqatan ruxsatmi? Xayriyat, Suyuma baxtli bo'lishimga ruxsat berarmikin deb yuragim rosa taka-puka bo'layotgan edi. Endi ko'nglim joyiga tushdi. Sen aytasan-u, men baxtli bo'lmas ekanmanmi? Ularning suhbatlari hali beri tugay demas edi. Abdumajid safarga ketganiga 5 oydan oshdi. U kunda kunora farzandlaridan xabar olishga erinmas, belgilangan vaqtda ular bilan internet orqali bog'lanish odat tusiga kirib qolgan edi. Ammo bugun ish bilan band vaqtida unga Toshkentdan chaqiriq bo'lib qolganiga hayron bo'ldi. So'ng ko'ngliga xavotir oralab, u ham javoban aloqaga chiqdi. Mana gap qayerda ekan? Planshet Shahzodjonning qo'liga tushibdi. Bolasi tushmagur adasiga xabar yetkazish yo'lini uddalabdi. Shahzod ekrandagi adasiga ko'zi tushishi bilan darhol salomga oshiqdi. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Uyda bir o'zingmisan? Qolganlar qani? Ular televizor ko'rishyapti. Meni sizga alo qilganimni bilishmaydi. Bolam, o'zing yaxshi bola bo'lib yurgin. Mengachi tog'ang, buving yoki buvang borlarida alo qilgin, xo'pmi? Xolam bo'lsalarchi, o'zi sizga alo qilganimda doim xolam bo'ladilar-ku. Ular sizga Robishni ko'rsatadilar-ku. Ha, xolang borida ham alo qilaver, mayli. Adajon, ada, xolamni-chi? Shahzod, nima qilyapsan bu yerda? Abdumajid Jaloliddinning yuzini ko'rmasa ham ovozdan tanidi. U hoy deyishga ulgurmay tarmoqdan uzildi. May oyining oxirgi kunlari. Kunlar iliqdan issiqqa o'tgan, kechalarga ham boshqacha bir tarovat kirib qolgan kunlar. Havoda atirgul va rayhon hidi kezadi.
Bu yil bahor erta keldi. O'zbegimning qo'li gul, mirishkor insonlari bor bo'lsin. Ular hatto rayhonni ham issiqxonada erta bahordan barq urib o'sishga, o'z xushbo'y hidi bilan insonlarning hayotida harna ertaroq mehmon bo'lishga undab qo'yadigan bo'ldilar. Yo'ldosh aka ham 2 hafta avval Shahlo opaning hali erta, bunday vaqtlarda yana bir kun sovug'ining kelishi bor deganiga qaramay, gul bozoridagi eng munis chechaklardan saralab kelgandi. Ularni o'zi astoydil havas bilan hovliga qadadi. Shahlo opa aytgan kunning sovug'i kelmadi. Qaytaga kun sari isidi. Mana 2 haftadayoq xushbo'y rayhon u jambillar bo'y taratish, anvoyi kapalak gullar o'z gullari ila kishi ko'ngliga zavq ulashish taraddudiga tushib qoldilar. Suyuma har kungidek bugun ham barvaqt uyg'ondi. U o'zini quchgancha beozor pishillayotgan Robiyani sekin o'zdan ajratdi. Ustiga yengil qilib yumshoq par ko'rpani tashladi. Unga mehr bilan tikilar ekan, lablaridan kuniga 100 bora takrorlaydigan so'zlar ohista uchdi. Shakarim o'zimni. Bahorning oxirgi oyida Robiyaga oyoq bitgandi. U antak-tantak yurishni o'rganib oldi. Suyuma Shirintoyining bu yutug'idan boshi osmonga yetgan edi. Endi har kungi erkalashlarning asosi achalom bo'lib qolgan edi. Suyuma bo'sh qoldi deguncha yerga tizilib olgancha qulochini keng ochar va achalomni boshlar edi. Robiya esa boshqalarni ko'zini kuydirgancha Suyumaga achalomga oshiqar edi. Uning gandiraklagancha yurishiga mast bo'lgan boshqa insonlar uchun achalom eshiklari negadir berk edi. Suyuma o'zi suygani subhidamga oshno bo'lib, ko'cha va hovlilarga suv sepdi. So'ng oshxonaga kirib, cho'gimga to'ldirib suv soldi. Uni gazga qo'yib, tagini past qilib yoqdi-yu asta xonasiga yo'l oldi. Suyuma ovoz chiqarmaslikka harakat qilgancha Robiyaning yoniga cho'zildi. Robiyaning ketma-ket qiliqlari chiqyapti, o'yladi Suyuma unga tikilib. U hali ham kechalari bir bor turishini kanda qilgani yo'q, ammo endi suv so'ramaydi. Suyumaning yotog'iga tirkab qo'yilgan tebranma belanchagidan sekin osilib tushib, Suyumaning bag'riga joylashni, uning ko'ksiga bosh qo'yib, uyqusini kelgan joydan davom ettirishni o'rganib olgan. Suyuma Robiyaning shirindan-shirin qiliqlarini bir ko'z o'ngiga keltirgancha, ko'zlari uyquga asir tushganini bilmay qoldi. Oradan bir muncha fursat o'tgach, Robiya uyg'ondi. Uning uyg'onishi o'zdan ham shirin. Yotgan joyda avval Suyumani tur degandek biroz tataladi. Suyuma o'zini Robiyani mahkam quchib olishdan zo'rg'a tiyib yotardi. Birozdan so'ng har tongi tomoshaning eng qiziq va sevimli joyi keldi. Robiya Suyumani yuzlaridan o'pishga tushdi. Suyuma bu daqiqalar hech qachon tugashini istamaydi, ammo nachora, o'rnidan turishi, Robiyani qornini to'yg'azishi kerak. Suyuma shularni o'ylab endi uyg'onmoqchi bo'lganida birdan o'q yegan ohudek bemajol holga tushdi. Sababi Robiya uni dunyodagi eng buyuk sovg'a bilan siylagan edi. Bu sovg'aning o'ziga butun dunyo sig'ib ketgan edi. Ayya! Suyuma dastavval Robiya bu so'zni tasodif bilan talaffuz qilib qo'ydi deb o'yladi. Ammo Robiya uning gumonini tezda yo'qqa chiqardi. U Suyumani dam-badam o'par va dam-badam ayya der edi. Ayya! Suyuma qo'llaridan harakatga tushishni va bir parcha et holida goh yig'lab, goh kulib o'zi parvarish qilgan ushbu mo'jiza jonni mahkam quchoqlashni so'radi. Qo'llar o'z egasiga xiyonat qilmadilar. Shu topdagi eng qiyin ish Robiyani bag'riga bosishni uddaladilar. Birdan kutilmagan holat yuz berdi. Suyuma qon tomirlaridagi qandaydir tugunlar ketma-ket va birma-bir yechilayotganini tuya boshladi. Bu jarayon shunchalik qaynoq ediki, Suyumaning boshi aylanib, o'zini yana yostiqqa behol tashladi. Robiya esa bugungi tong yana bir mislsiz mukofot hozirlaganini hali anglagan emas. Ammo o'zining hozirgi harakati bu dunyoga kelganidan beri eng yaqin deb hisoblagani, faqat uning issiq bag'ridagina halovat tuya olishni bilganini, ismini ayta olayotganidan behad shod edi. Bu yog'i tezlashib ketdi. Robiya ancha uquvli shogird chiqib qoldi. Ammo o'ziga yetguncha ham ekanligini inkor qilib bo'lmas edi. U o'ziga tegishli inson va narsalarni tez saralay boshladi. Ayyadan so'ng akani aka demasa bo'lmasligini tushundi, chunki jigar ekanda.
yo bo'lmasam uning aytganlarini beminnat bajaradigan, doim ko'ngliga qaraydigan ikkinchi odam akasi Shahzod ekanligini to'g'ri tushunib olganmidi? Buni yolg'iz o'zi bilsa kerak. Aka, bu Robiyaning akasini chaqirgani edi. Asta-sekin buyum va jarayonlar nomlana boshlandi. Bu uydagi suyuma sal ko'rinmay qolganda og'izdan tushmay qoladigan ibora "Ayya, ayam qani" edi. Bir kuni qiziq bo'ldi. Iyunning boshlarida Suyumani sinfdoshi Naimaning to'yi bo'ldi. Suyuma ham salkam 1 yil deganda uydan ko'chaga chiqdi. U ham qatordan qolmay qizdugona bo'lib Naimani uzatishib ketdi. Ammo ko'rkam restoranga borib yetmasidan ortidan o'z mashinalarida Yo'ldosh aka bilan Shahlo opalar Robiyani quchganlaricha izma-iz yetib bordilar. Ular restorandan tez Suyumani chaqirtirishga majbur bo'lganlarning sababi Robiya edi. U Suyuma to'yga otlanganidan xarxashasini boshlagan. Shahlo opa, to'yga bemalol boraver qizim, Robiyani o'zim amallab ovutib olaman deb ko'nglini xotirjam qilib jo'natgan edi. Ammo Robiyani xarxashasi bora-bora yig'iga aylangan. Uni "Ayya, ayya" deb yig'layverganiga hech ovutishni ilojini topa olishmagach, noilojlikdan yo'lga tushgan edi. Robiya Suyumani ko'rgach darhol ovundi, ammo anchagacha hiqillab o'pkasini bosa olmadi. U quchog'idagi Robiyaning "Ayya, ayya" deyishiga "Ha, asalim" der edi-yu, qo'yib bersa o'zi ham o'zi unga qo'shilib yig'lashdan o'zini zo'rg'a to'xtatib turardi. Iyun oyining 15-sanasida Abdumajid Parijdan qaytib keldi. Avval ota-onasini ziyorat qilgan Abdumajid farzandlarini ko'rishga oshqar edi. Undagi bu holatni ko'rgan Musaxon aka va Dilbar opalar nabiralarini birga yo'qlash uchun o'g'illarining yoniga tushdilar. Ular qudalarnikiga borganlarida Shahzodbek darrovda otasining quchog'iga otildi. Ammo Robiya otasining qo'lidan chirillab Suyumaga intildi. Musaxon aka ham, Dilbar opa ham, hattoki Abdumajid ham Robiyaning tili "ayya" deb chiqqanidan, undan ham ko'ra Suyumani ona o'rnida qabul qilganidan bexabar edilar. Abdumajid qizi ancha katta qiz bo'lib qolganiga bir suyunsa, o'zini begona olayotganiga, o'zidan ko'ra Suyumaga qattiqroq bog'lanib qolganligiga o'ng'aysiz ahvolga tushib qolgan edi. Salkam 40 yillik qurgan turmushlari sababli Musaxon aka va Dilbar opa bir-birlarini ko'z qarashlaridan tushunadigan bo'lib qolgan edilar. Ular Robiya Suyumani "ayya" deb atab, yuzini uning bag'riga yashirgan onidayoq bir-birlariga ma'noli nigoh tashlashga ulgurgan edilar. Ushbu tashlangan birgina nigoh juda ko'p narsadan xabar berar edi.